Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Bahoriy kayfiyat qandoqsizlar? Xullas kalom yana bir bosilga uchrashib turibmiz. Bahoriy kayfiyat ko'tarish uchun men sizlarga arzonchi mashina olib kelganman. Ideal holda, navorotlari bilan, shumkalari bilan maza qilasiz просто. Nima uchun maza qilaman deysizmi? Chunki narxi arzon. Podpiskani bosib, Damas o'tirgan bir jo'rangizga, aka-ukalarimizga jo'natib qo'ying. Obzorni qilamiz. Qani ketdik. Xullas kalom aka-ukalar, ko'rib turganlaringdagi mashinamizning rangi oppoq, Damas 2 idealniy holda, idealniy sostavida. Olasiz, mazza qilib minasiz. Bunaqayin Damasni, bunaqayin narxda hali men ko'rganim yo'q. Chunki qarang, tonirovkalar mavjud, shumkalar mavjud, karmital diskachalar, balon holati yaxshi holda turibdi. Aynan bu mashinamizni biza sizga bonuslari ham mavjud. Bonuslar nima deysizmi? Patolog, kolonka, magnitofon, baram mavjud. Xolos, mazza qilib minasiz. Salon holati yaxshi holda saqlangan. Mashinamiz yana bitta qiziq tarafi, umuman gaz qo'yilmagan. Aynan bu mashinaga holati zo'r, ideal holda turibdi. Aynan mana shu mashinani men tavsiya qilib qolaman, chunki narxi shikolat narxda. Mazza qilib minasiz. Faqat bitta no tarafi, bir ikkita joylarda mana shunaqa chaqa-chuqqa bir tegz olgan joylari bor. Udari yo'q mashinani, holati zo'r, idealni. Kelasiz, tekshirib olasiz. Yo'qsa, aynan mana shu mashinani olib ketasiz. Так что mashinamiz narxi shikolat narxda bilan devorasiz bo'lgan. Nima uchun unaqa deyapman, bilasizmi? 2022-yil yarim kubikdan sal ziyod yurgan oppoq Damas 2, faqat benzinda harakatlangan, umuman gazni ko'rmagan Damasimizning narxi $4950 faqat mana obunachalarim uchun bunaqa narx-navoni Urgut Uz avto jamoasidan topishingiz mumkin. Xullas kalom aka-ukalar, Damas qidirib yurgan aka-ukalarimizga aynan mana shu Damasni videoni jo'natib qo'yinglar. Past nomerda qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, yaxshi insonlarga aynan mana shu to'g'ri nasib qiladi. Xullas kalom aka-ukalar, men nima demoqchiman? Bizdan uzoqlashmanglar, tanlovda adashmang. Urgut Uz avto jamoasi sizlar uchun faqat xizmatda, даже bozor kuni bo'lsa ham. To'g'ri esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar.